Zuhriddin bizga Moskovskiy oblastdan ish chiqaravermasdan Moskvadan ham ish chiqaring deganlar uchun mana sizlarga juda ko'p kommentariy yozishdi. Moskvani o'zidan bizning patentimiz bor, Moskvaniki o'zidan ish chiqaring. O'sha 2000 dollargacha oylik beradigan joy bormi Zuhriddin deganlarga? Ha, bizda mana sizlarning fikrlarini inobatga olib, Moskvani o'zidan hamma sharoiti bor, 2000 dollargacha oylik beradigan ruskiy kompaniyani sizlarga topib qo'ydim. Mana shu mehnatimiz like arziydimi? Iltimos, arzisa bu like bosish mutlaqo bepul. Bir donagina videoga like bosib, kommentariyada o'zingizlarni iliq fikrlarni yozib qoldirib, hamda kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, inshaalloh bu bizga motivatsiya bo'ladi va biz sizlar qanchalik ko'p like bosib, qanchalik obuna bo'lib, qanchalik komment ko'p yozasizlar, biz sizlarga shuncha ko'p ajoyib ishlarni chiqarishda davom etamiz. Demak, bu ishga to'liq ma'lumot olish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va ekrandagi nomerlarga sirsiz telefon qilishni boshlayverasizlar. Demak, biz yangiligimizni boshladik. Ha, aytgancha hurmatli do'stlar, musofirda yurgan akalarimiz, bilasizlar 1-iyundan bizda dokument, ya'ni dokumentalni olinmagan sim kartalar hammasi kuyib ketadi. WhatsApplar hozircha ishlayapti. Shu munosabat bilan bizda ham +7964 745 1111 registratsiya, deport zapret tekshirish shu xizmat Avaz akamiz olib boryapkan 3 yildan beri. Endi biz ham agar mabodo bu sim kartamiz agar tusholmay qoladigan taqdiringizda sizlarga zapas nomeri olib qo'ydik. 42 nomerlarimizni saqlanib qo'yinglar. Kimga endi registratsiyami, deport zapret tekshirish kerak, kim Avaz akamizning mana bu nomerlariga saqlanib qo'ysanglar, Telegram, WhatsApp yoki iloji boricha WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar, promolar ham ishlaydi. Toki biz mana bu 1111 raqamini o'zimizning nomimizga olmagunimizgacha hozircha 42 nomerlarimizni ishlatib turamiz. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun 23-may 2025-yil. Bugun bizda Moskvaning o'zidan Derevnya Sharapovadan, ya'ni Vnukovo metrosidan ish bor. Ya'ni Vnukovo metrodan chiqib boriladi. Moskva patent обязательно bo'lishi shart. Bez dokument hech qanaqasiga olmaydi. O'zbekistondan ham kelsa sharoit yo'q, ya'ni yo'lkira to'lamaydi bular, patent qilib bermaydi. Faqat Moskva dokumenti qo'lida yurgan aka-opa-singillarimizni ishga qabul qiladi ruskiy kompaniya. Xo'p, ishimiz Azon skalati emas. Azonda ishlagan opti bor bolalar keladigan bo'lsa, juda ham zo'r ish bo'ladi. Yoki qaysidir skalatlarda optingiz bormi? Ya'ni siz tezda yordamda zakaz sabirat qila olasizmi? O'sha sborchik zakaz yoki komplektatsiya ishlarini amalga oshira olasizmi? Tezdan tushunasizmi? Bo'ldi. Bu ish aynan siz uchun. Chunki bu ish Lamoda skalatida Moskvaning sentrida, ya'ni Vnukovo aeroporti yonida yoki Vnukovo metrosidan boriladi, Derevnya Sharapovada. Mana shu Lamoda skalati hozirgi kunda juda ham katta ko'lamda ishchilar kerak. Hozir sezon, juda ham ko'p ishchilar qancha bo'lsa, shuncha ko'p oladi. Oyligi ham juda ham zo'r. Bu kompaniya sizlarga nima besplatni beradi? Yotoq joy beradi bepul, registratsiya beradi bepul, borib kelishingiz peshkom mutlaqo bepul, forma beradi. Oyligi har 15-chisoda bir oyda bir marta, iyundan tashqari har hafta 3000-5000 rubldan avans. Puliga 200% garantiya. Ya'ni pulidan umuman xavotir olmanglar, xijolat bo'lmanglar. Agar shu kompaniyada muammo bo'ladigan bo'lsa, kommentda nomeringiz bilan qoldirasiz, men sizga sirasiz aloqaga chiqaman. Har taraflama men muammoingizni hal qilib beraman. Men bunchalik uverin gapirishimni boisi bu kompaniya bilan 3 yildan beri biz ishlaymiz. Shuncha paytdan beri odamlarni norizo qilib kelmagan kompaniya. Shuning uchun baralla bemalol kimda Moskva dokumenti bo'lsa, hoziroq boringlar. Men kafil, puli umuman muammo bo'lmaydi. O'g'irlik qilmasangiz, ichmasangiz, vaqt so'ramasdan ishga chiqmasdan qolmasangiz, urushmasangiz bo'ldi. Ichib, chekib, o'sha o'g'irlik qilib, barcha o'sha yomon ishlarni qilmasdan shu aytilgan vaqtda ishga borib, aytilgan vaqtda dam olib, aytilgan vaqtda borib kelib tursangiz bo'ldi. Oylik vaqtida chiqadi. Ish chista объемga smenasi 4000 rubldan 7000 rublgacha kuniga, maksimalni 7000-8000 rublgacha ishlasangiz mumkin. Chunki bu ish faqat optni bolalarni ishga qabul qiladi. 18 yoshdan 30 yoshgacha erkak ayollarni opti borlarni. Bu ishga kirish uchun sizda Moskva patenti, Moskva o'sha disvishi registratsiya bo'lishi, undan tashqari SNILS NNA ham albatta bo'lishi shart va siz skalatda kamida 2 oymi, 3 oymi yoki 1 yilmi ishlagan bo'lishingiz kerak. Ya'ni opti bor komplekt yoshlarni ishga qabul qilar ekan.
Chunki bu yer juda ham katta oylik to'laydi. Shuning uchun faqat opti borlarni yoshroq bolalarni olaman deyapti, yoshroq qizlarni. Ya'ni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan erkak, ayol hammani ishga qabul qilar ekan. Shuning uchun yoshingiz 18 yoshdan 30 gachami, Skalatda ishlaganmisiz, TSDni bilasizmi? Ekrandagi nomerga hoziroq telefon qiling. Bugun borib bugun joylashing. Chunki joylar soni cheklangan. Oyligi juda ham zo'r. Har hafta avanslari bor. Bemalol hamma sharoitni kompaniya qilib beradi, sizdan faqat ishlash qoldi xolos. Mana shunaqa ishimiz Moskvani o'zida faqat dokumenti borlarga aytib o'tdim. Shuning uchun kimda dokumenti bo'lsa, mana shu ish sizga yoqqan bo'lsa, ish haqida yanada to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ekranda bir emas, ikkita nomer qoldiryapman. Bemalol Telegram, WhatsApp promodan aloqaga chiqishingiz mumkin. Borasizlar, ko'rasizlar, adres, lokatsiyalarni tashab berishadi. O'zingizga kerakli ma'lumotlarni yana to'liq olishingiz mumkin va ana undan keyin ishni bemalol boshlab, soqqani boshlashingiz mumkin. Kim mana shu Rossiyada 2 yil yurmayu, 1 yil soqqani maza qilib qilay degan odamlar bo'ladigan bo'lsa, shu yerga borishni aynan tavsiya beraman. Chunki qayerdadir 60 ming rubldan oylik olib turib 2 yil ishlagandan ko'ra, mana bu yerda kamida 100 ming, 150 ming, 200 ming rublgacha oylik olib, 2 yil emas, 1 yil ishlab, qattiq ishlab, bella bog'lab, O'zbekistonga kelib maza qilib yashaganga nima yetsin? Biz sizlarga doim yaxshisini ravo ko'ramiz va biz sizlarga tavsiya etamiz. Sizlardan tanlov o'zinglardan. Biz hech kimni majburlab ishga yubormaymiz. Faqat xohishi borlar, ishtiyoqi borlarni ishga qabul qiladi. Shuning uchun kimga mana shu ishimiz yoqqan bo'lsa, tezda hoziroq ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi.